Siz hozir tarixdagi eng xavfli haftalardan birini kuzatmoqdasiz. Yaqin Sharqdagi vaziyat hali ham keskinligicha qolmoqda. 2026-yil 28-fevral tong pallasi. Eron osmonida portlashlar sodir bo'ldi. AQSh va Isroil tomonidan berilgan zarbalar oqibatida Eronda bir necha ming kishi halok bo'ldi. 330 mingdan ortiq kishi uy-joyini tashlab qochdi. Xo'sh, dunyo mamlakatlari bunga qanday qaramoqda? Birlashgan Millatlar Tashkiloti bunga nima deydi? Bugun mana shunday keskinlashuv oqibatlarini haftalik xronologiyada gaplashamiz. AQSh prezidenti Donald Tramp 28-fevral kuni Eron osmonida bomba yog'ib turgan paytda Truth Social sahifasida 8 daqiqalik video bayonot bilan chiqdi. Unda u shuni aytadi: Eron AQShga, uning askarlariga va ittifoqchilariga bevosita tahdid solmoqda. Biz mudofaa qilmog'imiz shart. Tramp o'sha videoda IRGC askarlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, qurollaringizni tashlang va to'liq immunitetga ega bo'ling yoki muqarrar o'lim bilan yuzma-yuz keling deb murojaat qiladi. Eron xalqiga esa biz ishimizni bitirgan bo'lsak, hukumatni o'z qo'lingizga oling. Bu sizga avlodlar orasida berilgan yagona imkoniyat bo'lishi mumkin. Xo'sh, AQSh, Isroil, Eron bu uchala mamlakat nega bir-biri bilan kelishmaydi? Bir necha yil ortga qaytamiz. 2023-yil oktyabr Hamas Isroilga hujum qildi. G'azo urushi boshlandi. Eron Isroilga qarshi kuchlarni Hamas, Hizbulloh, Yaman xususiylari va Iroq militsiyalarini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatladi. 2024-yil aprel va oktyabr oylarida Eron va Isroil bevosita raketa almashinuvlarini boshdan kechirdi. Bu ikki mamlakat o'rtasida ochiq urushning ilk qadamlari edi. 2025-yil iyun 12 kunlik urush. Isroil Eronning yadroviy va harbiy inshootlarini urdi. AQSh ham yadro markazlarini bombaladi. Eron 552 dan ortiq raketa uchirib javob qaytardi. Olov to'xtadi, lekin hali o'chgani yo'q edi. 2025-yil oxirida Eron pul birligi qiymatini yo'qotdi. Narxlar oshdi, katta shaharlarda noroziliklar boshlandi. 2026-yil yanvar oyida esa noroziliklar butun mamlakatga tarqaldi. Tramp esa Eron xalqiga yordam yo'lda dedi. Eron hukumatı 8-yanvar kuni internetni o'chirdi va qo'shin chiqardi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, kamida 30 ming kishi o'ldirildi. Fevralda esa AQSh va Eron Ummon vositachiligida Jenevadagi yadroviy muzokaralar olib bordi. Ummon ijobiy impuls bor dedi, lekin 28-fevral kuni navbatdagi muzokaralar o'rniga Eron osmonida portlashlar eshitildi. Bu portlashni AQSh markaziy qo'mondonligi epik g'azab deb atadi. Birinchi to'lqinda 900 marta zarba berildi. AQSh B-2 Stealth bombardimonchilari, B-1 va B-2 samolyotlari, dengiz kemalari, Tomahawk raketalari va HIMARS sistemalari bilan urdi. Erondagi eng katta yo'qotishlardan biri bu Ali Xameneining o'limi edi. Xo'sh, uni kim o'ldirdi? Eron oliy rahbari 86 yoshli Oyatullo Ali Xamenei shu kuni o'ldirildi. 40 yildan ortiq hokimiyatda bo'lgan islom inqilobining timsoli shu kuni hayotdan ko'z yumdi. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Xamenei va yuqori mansabdor rahbarlar o'sha kuni ertalab uning yashash majmuasida 3 ta alohida yig'ilishda bo'lishgan. Isroil havo kuchlari uning qayerdaligini bilgan va aniq zarba bergan. Xamenei bilan birga mudofaa vaziri Aziz Nosirzoda, IRGC qo'mondoni Muhammad Pakpur, qurolli kuchlar bosh qo'mondoni Abdulxorim Musaviy, Oliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Shahmani va 40 dan ortiq boshqa Eron amaldorlari o'ldirildi. AQSh dengiz osti kemasi Eron harbiy fregati Iris Dinani Shri-Lanka qirg'og'i yaqinida cho'ktirildi. 87 kishi halok bo'ldi, 32 kishi qutqarildi. Minaf shahrida qizlar boshlang'ich maktabiga zarba berildi. Bu maktab harbiy majmuadan 60 metr narida joylashgandi. Eron davlat ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, 80 dan ortiq bola va o'qituvchi halok bo'lgan. 95 kishi yaralangan. Eron darhol javob qaytardi. Isroilga raketalar uchirdi. Hormuz bo'g'ozidan o'tish taqiqlanganini e'lon qildi. Tel Avivdagi 40 dan ortiq bino shikastlandi. Mintaqadagi 27 ta AQSh bazasiga dronlar va raketalar uchirildi. Aeroportlar yopildi. 1-mart kuni tongda Eron televideniyasi rasman Ali Xameneining o'limini tasdiqladi. Eron 40 kunlik aza e'lon qildi. Prezident Masud Pezeshkian shunday dedi: "Bu dunyodagi eng yovuz qo'llar tomonidan qilingan o'lim. Isroil va AQShdan qasos olish bizning burchimiz va milliy vazifamiz." Xameneining o'limi Eron tarixida yangi davr ochdi. Eron parlamenti yangi oliy rahbar saylash uchun yig'ildi, lekin Isroil bu yig'ilishni ham bombaladi. Xameneining o'g'li Mojtaba Xamenei yangi rahbar sifatida tilga olindi. Bahrayn poytaxti Manamada turar joy binolari urildi. Bir kishi halok bo'ldi. Bahrayn xalqaro aeroporti dron hujumiga uchradi. Bahrayndagi AQSh 5-flot shtab-kvartirasi bir necha bor nishonga olindi. Quvaytdagi AQSh elchixonasiga esa 2 dron tushdi va elchixona yopildi. Tehron Nilofir maydonida 20 fuqaro halok bo'ldi. 2-mart voqealarida Tehrondagi IRGC Malik Ashtar binosi to'liq vayron qilindi. Iroqdagi Jurf al-Sahar bazasiga hujum qilindi. 2 kishi halok bo'ldi. Quvaytdagi FA-18 samolyoti 3 ta AQSh
F-15E qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi. 3-mart kuni erta tongga Isroil Tehrondagi davlat teleradio kompaniyasi Air-Ep markaziga zarba berdi. Translyatsiyalar to'xtatildi. Tramp jurnalistlarga dedi: "Deyarli hamma narsa yo'q qilindi. Eronning na dengiz floti, na havo kuchlari, na radarlari qoldi." Hizbulloh 2-mart kuni Shimoliy Isroilga birinchi raketa va dron zarbalarini berdi. 4-martda esa uzoq masofali raketa Tel Avivni nishonga oldi. Isroil Livanga zarba bera boshladi. 500 ming aholi evakuatsiya qilindi. Livandagi o'limlar 200 mingdan oshdi. AQSh CENTCOM ma'lumotiga ko'ra 28-fevraldan 4-martgacha Eron 500 dan ortiq ballistik raketa va taxminan 2000 dron uchirdi. 40% Isroilga, 60% AQSh obyektlariga yo'naltirilgan. Qatar Eron dronlari Ras Laffan gaz majmuasiga zarba berdi. Dunyodagi gaz narxi bir kunda 42% ga ko'tarildi. Qatar ikkita Eron Su-24 bombardimonchi samolyotini urib tushirdi. Urush davomida birinchi marta bunaqa voqea sodir bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubay va Abu Dabi aeroportlariga zarar yetdi. Amazon Web Service ma'lumotlar markazi nishonga olindi. Iordaniya davlati 49 ta dron va raketa ushlab oldi. 5-mart kuni Isroil urushining keyingi bosqichini e'lon qildi. 2500 ta zarba, 6000 dan ortiq o'q-dori ishlatilganini ma'lum qildi. Livan Shimoliy Tripoli shahriga birinchi marta zarba berildi. Saudiya Arabistoni Riyod atrofida 3 ta Eron dronini yo'q qildi. Eron Tel Avivni klaster bombali raketalar bilan urdi. Bu raketalar esa aholi punktlari yaqinida ishlatilishi xalqaro huquq tomonidan qoralanadi. 8 Isroil askari Hizbulloh zarbalarida yaralandi. AQSh markaziy qo'mondonligi hisoboti Eronda 3000 dan ortiq nishon yo'q qilindi, 43 ta Eron harbiy kemasi cho'ktirildi deydi. Erondagi o'lganlar soni 1300 dan ortdi. Livanda 217 kishi halok bo'ldi. AQSh 6 askar yo'qotdi. Isroilda 11 kishi o'ldi deb yozadi. Mintaqa bo'yicha 330 mingdan ortiq kishi ko'chib ketgan. Minab shahridagi boshlang'ich maktabga zarba berilgandan so'ng 180 dan ortiq bola hayotdan ko'z yumgan. Eron prezidenti Pezeshkian qo'shni davlatlarga murojaat qildi. Agar AQSh hujumlari ularning hududidan amalga oshirilmasa, ularning nishonga olmasligini aytdi. Tramp esa so'zsiz taslim bo'lishdan boshqa hech qanday bitim yo'q dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres o'sha kuni yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishda Xitoy va Rossiya hujumlarni qoraladi, lekin hech qanday qaror, hech qanday ovoz bo'lmadi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari veto huquqiga ega edi. Buyuk Britaniya rasmiy ravishda AQSh va Isroilni qo'llab-quvvatlamadi, lekin Kiprdagi Akrotiri bazasidan foydalanishga ruxsat berdi. Bu xalqaro huquq mutaxassislarida katta bahsga sabab bo'ldi. Fransiya, Germaniya va Italiya o'z fuqarolarini mintaqadan chiqarib oldi. Fransiya prezidenti Makron kuch ishlatish yo'lini qoraladi. Hindiston 15 ming fuqarosini evakuatsiya qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo bo'ylab 25 milliondan ortiq odam majburan ko'chib ketish xavfi ostida deb bayonot berdi. Yaqin Sharqdagi vaziyat hali ham keskinligicha qolyapti. Eron esa hali ham taslim bo'lishni istamayapti. Voqealar rivojini Rost 24 da kuzatib boring.